oyim yo'q deganlar. Qiz bolaga bo'lmaydi, chet elda turib olganlar. Yig'laganman kechalari. Nega deyman, o'zimni hayotimga o'zim birorta qaror qabul qilolmaymanmi, bir narsalar deyman deb. Qimmat maktabda Rahim School, Toshkentdagi eng qimmat maktablardan bittasi bo'lsa kerak. Hozirgi oylik narxi 6,5 million shunaqa turadi oyiga bitta bor. Bu juda ham katta edi, chunki meni ukam bor, meni singlim bor. Dadam, oyim oddiygina ishchi, ular universitetda o'qishmagan, unaqa narsaga imkoniyatlar bo'lmasdi. Keyin men Toshkentga keldim. O'zbekistondagi birinchi Microsoftning qiz bola ambassador bo'lganman. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Dilafruza va o'zim men Farg'ona viloyatidanman. Farg'ona shahrida yashab o'sganman. Birinchi men 6 yil qishloqda o'sganman. Boshida 6 yil. Biz Buvayda tumanidagi kichkina qishloqchada yashardik. Juda qiyin bo'lardi hayot kechirish, chunki issiq suv, boshqa narsalar bo'lardi. Dadam meni va butun oilamizni ishlarni tashlab bizani shaharga olib ketganlar. Yaxshi o'qish uchun, bizga yaxshi imkoniyatlar berish uchun. Va shundan keyin men juda ham kompetitiv atmosfera deydi, har xil musobaqalashadigan atmosferaga tushib qolganman. Va keyin o'sha yerda o'sganman va men 10 yil Farg'onada o'qiganman, Farg'ona shaharda. Oddiy umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiganman va 10 yil u yerda o'qigandan keyin Rahim School degan maktab o'zlariga bolalarni grantga qabul qilayotganini aytishgan. Lekin men Rahim Schoolga grantga kirishimdan oldin juda ham ko'p narsa bo'lgandi hayotimda. 14 yoshimda dasturlashga kirib kelganman. Dasturlashga Najot ta'lim orqali kirib kelganman. Men 16 yoshdan kichkina bo'lganim uchun imtihon topshirish majburiy bo'lgan. Va imtihon topshirganman va 2 kundan keyin menga dasturlashga qabul qiling degan narsa kelgan. Juda hayron qolganman mana shunga. Chunki u payt hamma aytardi, dasturlash qizlarning sohasi emas, boshqa narsa deb qo'rqaman, lekin borib ko'rganman. Va men o'ylayman, men hayotimda nechtadir turning point edi, har xil qayrilish nuqtalari bo'lsa, bu birinchisi Najot ta'lim bo'lgan. Va Najot ta'limda keyin o'qidim. Otam meni har doim moliyaviy tomondan support qildilar, qo'llab-quvvatladilar. Oyim esa har doim ma'naviy tomondan, ya'ni menga dalda berib turdilar. O'qi deb kechalari birga dars qilardik oyim bilan. Va oyim ham birga dars qilganimiz uchun qanchadir dasturlashni ham o'rganganlar o'zlari ham. Va shundan keyin u paytlar tilga qiziqardim, ingliz tili, rus tiliga borardim, ertalab maktabga borardim, obeddan keyin Najot ta'limga borardim. Har kuni shu 3-4 soat uxlash bilan o'sha narsalarni qilishga harakat qilardim. Va undan keyin 2024-yilda xalqaro loyiha bilan, dastur bilan 21 kunga Rossiyaga ketgandim, Sochi shahriga. O'sha payt esa Rahim Schoolda imtihonga qabul ketayotgandi, ya'ni imtihon bo'layotgandi. Men xohlaganim juda ham Rahim Schoolda o'qiyman, Rahim maktabida o'qiyman deb. Keyin topshira olmaganman, keyin mayli nasib emas ekan deganman. Va keyin kelganimda esa menga telefon qilishgan, chunki u payt men Microsoftdan ambassador bo'lgandim, ko'pchilik bilgandi, shov-shuv bo'lganda, boshqa narsa bo'lganda. O'sha faktga keladigan bo'lsak, O'zbekistondagi birinchi Microsoftning qiz bola ambassador bo'lganman. Va o'sha payt telefon qilishgan, Rahim Schooldan biz sizga grant beramiz, bizda kelib o'qing deshgan. Boshida tushunmaganman, nega menga grant berishmoqchi, nega menga o'qish taklif qilishyapti deb. Shundan keyin yana boshqa maktablar ham chiqqan, boshqa universitetlar chiqqan, grant beramiz bizda o'qi deb. O'sha payt Rahim Schoolni tanladim va keldim. Juda ham o'zi qimmat maktabda Rahim School, Toshkentdagi eng qimmat maktablardan bittasi bo'lsa kerak. Hozirgi oylik narxi 6,5 million shunaqa turadi oyiga bitta bor. Bu juda ham katta edi, chunki meni ukam bor, meni singlim bor. Dadam, oyim oddiygina ishchi, ular universitetda o'qishmagan, masalan, va ular oddiy ish qilishadi. Oyim tikuvchi, dadam bo'lsa guruch yetishtiradilar. Unaqa narsaga imkoniyatlar bo'lmasdi baribir. Keyin men Toshkentga keldim. O'zi Toshkentga o'sha paytlari Yandexga internship bilan amaliyot va o'qish uchun kelayotgandim Yandex kompaniyasiga. O'sha payt Toshkentga kelganimda bir yo'l Rahim Schoolda o'qish boshladim. Va o'qishga kelgan kunim hamma admission qilayotgandi, hamma chet el universitetlariga topshirayotgan, chunki men 11 sinf edim. Vobshe bilmayman nima ketyapti bu yerda. Oddiy maktabda o'qiganimda Farg'ona shahrida o'rtoqlarim umuman boshqacha o'rtoqlar bo'lishgan va ularni ko'p o'qishga qiziqmagan, boshqa qilmagan. Va keyin men Rahim Schoolga keldim, bu yerda hamma o'qib yotibdi-da bu yerda. Hamma men bilan bir xilda. Men u yerda o'zimni zo'rman deb yurardim-da. Bu yerga kelsam mendan kuchlilar bor bu yerda. IELTS 8, SAT nimadirlar bor bu yerda. Va men o'sha paytda ham real competition deydi, haqiqiy musobaqani sezganman va bu yerga tushganman. Keyin men so'raganman, nima qilyapsizlar deb. Chunki men juda kam sinfdoshlarimni ko'rardim-da o'sha kunlari. Hammasi o'tirib olib essay yozib o'tirardi, boshqa narsa qilib tushmasdim. Keyin topshirib bo'lganliklaridan keyin men gaplashganman, ular bilan tanishib boshlaganman shu payt. Keyin bilganimda ular hammasi universitetga topshirib bo'lishgan va menga kech bo'lgandi. O'sha payt aytishganda IELTS 6 bilan 7 bilan topshirsa bo'ladi, topshir IELTSni. Biz senga Angliyaga kirgizib beramiz deb aytishgan.
lekin men Angliyani xohlamasdim. Menga Amerika qiziqroq edi yoki boshqa davlatlar. Keyin oyimdan so'raganman o'sha payt. Faqat oyim bilan gaplashganman. Oyi, men ham topshirmoqchiman universitetlarga, nima deysiz deganimda, oyim yo'q deganlar. Qiz bolaga bo'lmaydi, chet elda turib olganlar. Shu payt juda hayron qolganman. Yig'laganman kechalari. Nega deyman, o'zimni hayotimga o'zim biror marta qaror qabul qilolmaymanmi, bir narsalar deyman deb. Keyin esa hamma narsa ularni o'sha decision letter deydi, acceptance letterlarini, ya'ni qabul xatlarini olishdan boshlangan. Hammalar bitta qabul xatlari olishardi. Keyin men ularni aeroportda kuzatib borgan chog'im, o'zim his qilganman, men ketishim kerak deb. Va lekin bilmasdim, qanaqa qilib ketaman, nima qilaman. O'sha payt уже sentyabr edi, sentyabrga yaqinlashgandi, 2025-yil sentyabr. Men esa уже chet el dasturlari, startaplar, bir narsalar bilan yurardim-da, o'zimning ishlarim bilan. Keyin Ivener degan kompaniya o'sha bolalarni chet elga topshiradigan dastur o'zlari chiqishgan menga. Va senga grant beramiz, biz bilan topshirasanmi deyishgan. Men grant bo'lsa okey deyman hamma narsaga. Sentyabrning oxirida men chunki sentyabrda bitta yana biznes tripim bor edi va shu bo'yicha Kazanga, Tataristonga ketgandim. Va shundan keyin keldim, sразу boshladik biz yozishni, essaylarni. Chet el universitetlariga topshirayotganda ko'p narsa kerak bo'ladi. Chunki bu faqat sizni SATs emas, bu faqat sizni IELTS emas, bu faqat sizni essaylaringiz emas. Extracurricular activity kerak bo'ladi. Umuman olganda, agar siz o'zingizni shaxsiy brendingizni qura olgan bo'lsangiz, bu degani zo'r degani, bemalol topshira olasiz deganda. Va menda shu paytda shaxsiy brend bor edi. Lekin mendagi yomon taraf, ko'pchilik yomon deb o'ylaydigan taraf, men 1 yil tanaffus olgandim o'rtada. Ya'ni men o'rtoqlarim o'sha hozir 1-kursda o'qishyapti, men esa kuzda 1-kursda o'qiyman. Ya'ni bizda 1 yil farq bor o'rtada. 1 yil farq bilan topshirishni O'zbekistonda odamlar tengdoshlardan qolib ketgan deb hisoblashadi, lekin unaqa emasda. Ya'ni 1 yil siz har xil narsani ustida ishlaysiz, essaylaringiz ustida ishlashingiz mumkin yoki bo'lmasa har xil test skorlaringiz, SAT, IELTS ustida ishlashingiz mumkin yoki har xil ishlar ustida. Va mana shu narsa agar sizga yordam bersa va siz aniq yordam beradi deb bilsangiz, aniq olish kerak bu narsani. Strategik qo'yilgan gap year, o'sha 1 yil tanaffus sizga eng katta top universitetlarga olib borishi mumkin. Undan ko'ra masalan, yo'q, gap year siz masalan hozir universitetga topshiring, qayerdagi universitet bo'lsa ham ketaveraman desangiz, unda borsangiz bo'ladi. Lekin agar siz tayyor bo'lmasangiz, hali universitetga hech narsalar tayyor bo'lmasa, 1 yil tanaffus olishingiz mumkin. Lekin buni ko'p odamlar o'ylaydi, yo'q, universitetlarga bu red flag ko'rinadi deydi. Universitetlarga yoqmaydi bu narsa deb aytadi. Biza so'raydi, universitetga topshirayotgan paytingizda nega 1 yil tanaffus olding deydi. Va o'sha paytda agar siz zo'r narsalarni yozib bera olsangiz, endi sizni jiddiyroq odam sifatida ko'rishadi, umringizni bo'laymiz. Universitetda qabulda o'tiradigan odamlar o'zi humanities, odam sohasiga oid bo'lgan, odamlarga oid bo'lgan fanlarda o'qigan bo'ladi. Ular juda ham yaxshi psixologlar bo'lishadi va ular tekshirishadi hamma narsani. Shuning uchun hamma narsani ich-ichingizdan qilsangiz, shunda yaxshi bo'ladi. Va men o'ylayman, priority qo'yish kerak, ya'ni prioritet qo'yib olish kerak. Siz qanaqa universitetga topshirmoqchisiz? Eng top birinchi choices, ya'ni tanlovingiz qaysi? Mana shunga qarab turib harakat qilishingiz kerak. Masalan, agar siz top 1 universitetingiz bu Harvard bo'ladigan bo'lsa, Garvard bo'ladigan bo'lsa, siz unga 1500 dan ortiq SAT olishingiz kerak va IELTS olishingiz kerak 7,5 yoki 8. Mana shular bazaviy minimum deydi-ku, mana shunaqa narsa-da bular. Undan keyin esa sizda uch hayot mamot narsalar boshlanadi. Chunki siz universitetga topshirayotgan paytda 10 ta extracurricular activity deydi, maktabdan tashqari aktivitetlar, qanaqadir mashg'ulotlar yozishingiz kerak. U 10 ta extracurricular activitylar har xil narsalarni ochib berish kerak. Siz haqingizdagi har xil narsalar. Masalan, siz bo'lishingiz mumkin, kodlash bo'yicha ustoz bo'lishingiz mumkin. Masalan, har xil bolalar uyiga borsangiz bo'ladi yoki kattalar yashaydigan uyga, saxovat uylariga borib, ularga qanaqadir yordam ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu sizni umuman masalan geografik nuqtangizga umuman taqalmaydi bu narsa. Umuman diningizga aloqador emas bu narsa aslida. Va buni o'z ich-ichingizdan odamligingiz uchun qilsangiz, mana shunda mana shu narsani listni 10 tagacha bemalol to'ldira olasiz. Va 10 taning ichida bittasini xarakteringiz bilan to'liq masalan siz o'zingizni hikoyangiz bilan align qiladigan, hikoyangiz bilan bitta masalan chiziqda ketadigan ish bo'lishi kerak. Va bu menda mehrgo bo'lgan, ya'ni ayol taksi bo'lgan. Shu paytda masalan men 24 minutlik sayohatim davomida taksida juda ham yomon voqealarga duch kelganmiz. Hattoki masalan eshikni ochganimdan keyin shofyor, ya'ni haydovchi to'xtatganda, bo'lmasa to'xtatmasdan ketavergan yo'lda. Shuning uchun masalan mehrgoga qiziqaman. Shuning uchun men his qilganman, og'riq bor masalan, bizda og'riq bor, umuman Central Asiada, O'rta Osiyoda og'riq bor. Umuman butun dunyoda og'riq bor. Chunki bu narsalarim dinga yoki qanaqadir geografik nuqtaga taqaladigan narsalar emas. Va buni hamma joyda tarqatsa bo'ladi. Bu loyihani hamma joyda qilsa bo'ladi. Va keyin shu loyihaga qiziqqanman va qo'shilganman.
Men o'ylayman, har doim hayotda ustozlar bo'lishi juda yaxshi. Chunki ular sizga yo'lni tezroq ko'rsatib beradi. Siz yurishingiz kerak bo'lgan yo'lni. Agar ustozsiz bo'lsa, tentirab yuraverasiz. 8 yillab, 10 yillab balki. O'sha payt ustozim bilan birga bir shug'ullanardik. Chunki o'zim pul topardim va ustozga to'lardim har safar. Ularni ham soatiga to'lardik pul. Yaxshiroq o'qishim uchun, boshqa narsa uchun. Va o'sha paytda ham har kuni masalan 2 soatdan, 1 soatdan hech bo'lmasa ingliz tili darsi bo'lardi. Va ular menga to'liq topshiriqlar berishardi. Va bir kunim to'liq ingliz tiliga va essay yozishga ketardi va hech narsa emas. Ko'chaga deyarli chiqmasdim o'sha paytlar. Lekin healthy deydi, foydali yashashga harakat qilardim. Chunki Millat umidi universitetiga o'xshagan universitetlar, xususiy universitetlar va xususiy maktablar har doim iqtidorli bolalarga grant berishga tayyor bo'ladi. Va men u yerga qanchadir grant bilan kirgandim. Oyimga aytganimda juda ham xursand bo'lgandilar va o'sha kun dadamga borib aytganimda, dadam juda ham boshqacha reaksiya qilganlar. Dadam aytganlar, siz top universitetiga ketmoqchi edingiz-ku, siz Amerikaga ketmoqchi edingiz-ku, nima bo'ldi rejalaringiz deb aytganlar. Shu payt men o'ylaganman, demak menga kerak topshirish deb. Va shundan keyin hammasi boshlangan. Men o'ylayman, farzandlar ota-onalar bilan bizda o'zbekchilikda uncha ochiq gaplashmaydi. Menimcha ochiq gaplashishimiz kerak. Nima siz kelajakdagi loyihalaringiz, masalan, nima xohlaysiz kelajakda, planlaringiz nima? Hammasini menimcha ochiqdan-ochiq gaplashib olish kerak. Masalan, siz xohlaysizmi universitetda o'qishni? Va nega ular xohlashmayapti? Mana shu narsani gaplashib olish kerak. Men boshida tushunmaganman, faqat top universitet bo'lsa ketaman deb yurganman deb. Va mening top birinchi universitetim Princeton bo'lgan har doim. Har doim emas, birinchi Garvard bo'lgan. Hammaning orzusi Garvard bo'ladi. Keyin Princetonga o'tganman. Chunki Princeton meni SEC so'ramagan va bemalol topshira oladim. Princetonga hamma narsani topshirganman. Men eng ko'p vaqt sarflaganim Princeton bo'lgan. Chunki men 1 oy yozganman. Bularni essaylarni, insholarni va boshqa universitetlarnikini 1 haftada yozganman. Princeton juda ham menga top universitet bo'lib ko'ringan va menga yoqqan Princeton. Lekin raisni accept qildim, raisni qabul qildim va taqqoslash boshladim. Princeton nima beradi, rais nima beradi. Ikkalasi ham top 10 talik universitetga kiradi Amerikadagi eng yaxshi universitetlar qatoriga. Va ikkalasida ham masalan sizga research qilish opportunitylari, qanaqa imkoniyatlari bor. Ikkalasi ham zo'r universitet. Faqat men raisda topgan narsam u juda ham o'quvchilarni qadrlaydi. Va men o'ylayman, Princetondan ham yaxshiroq qadrlaydi. Va shuning uchun men rais bilan o'qiyman. Rais universitetiga topshirar ekanman. Topshirish paytida menda ustozlar bo'lgan va menga aytishgan rais universitetini ED2 qilasan deb, ya'ni ED2 degan Early Decision 2. Bunaqaga oladigan bo'lsangiz, siz universitetni top meni birinchi masalan choice'im, ya'ni top meni birinchi qarorim deb aytasiz uni va agar mana shu universitetga siz qabul qilinganingizdan keyin boshqa hamma universitetlarni отказ qilishingiz kerak. Hamma universitetlarni bittalabdan o'chirib chiqishingiz kerak deb. Va men xohlamaganman hech qaysi universitet bunaqa bo'lishini, chunki men hamma universitetdan qabul xatini olgan kelgan juda ham. Va lekin agar siz masalan o'sha universitetni top birinchi sizning universitetingiz deb ko'rsatadigan bo'lsangiz, sizni o'tish ehtimolingіз oshadi. Chunki aniq borasiz, kirganingizdan keyin aniq o'qiysiz va masalan sizga qanchadir pul kerak bo'lsa, nimadir yordam kerak bo'lsa, aniq so'rab beradi. Chunki sizni qabul qilib bo'lgan va siz ularga juda ham qiymatli odamsiz. Lekin bir vaqtning o'zida universitetga topshirayotgan paytda ular masalan juda ham yillab orzu qilgan odamlar bo'lishi mumkin-da, rais universitetga kirishni. Ular yillab tayyorlangan. Va men ulardan kuchsiz bo'laman deb va kamay aytganman. Yo'q, 6% ekan o'tish darajasi juda kam bu. O'zi umuman 8% butunlay. Men 8% ga kirganim yaxshiroq, 6% ga emas deb turib olganman. Shu payt keyin ular ham aytishgan, "Yo'q, seni profiling, ya'ni portfolioing tushib ketyapti. Seni qanaqadir masalan umuman men ariza topshirganimda universitetga masalan to'liq tayyorlagandim. Masalan men extracurricular activity'larim, maktabdan tashqari narsalarim yoki meni honorlarim olgan qanaqadir yutuqlarim, masalan yozgan essaylarim va hamma qilgan narsalarim Rice universitetiga to'g'ri kelishini aytishgan. Lekin men baribir qo'rqaman, chunki Rice universiteti bakalavrga hech qaysi o'zbekni qabul qilishmagandi hali. Va shuning uchun juda biz kutmagandik bu narsani olishni. Va hayron bo'lganman o'zimni ochganimda. O'sha kuni ertalab soat 6 edi, 29-yanvar, aniq eslayman. O'sha paytda Bowdoin degan universitetga video responsiv, video shaklida, men video shaklida qanaqadir ovozimni yozib, o'zimni yozib tashlagandim ularga. Va o'sha uchun men milliy kiyim kiygandim. Bo'lmasa men Rice universitetini umuman videoga olish ham niyatimda yo'q edi bu narsa. Va ataylabdan o'sha Bowdoin universitetinikini Rice'ni ochishimdan oldin qilganman, chunki Rice'ni ochgandan keyin va menga aniq rejected bo'ladi, menga отказ berishadi va kayfiyatim tushib uxlab qolaman deb birinchi narigi universitetnikini tugatib, keyin bunga o'tganman. Va video olib men juda uzoq gapirganman. O'zi videoni bir 3-4 minut gapirganman. Biz 1,5 minut qo'ydik faqat.
o'sha paytda gapirganman. Men masalan SATsiz topshirdim universitetlarga. Juda ham bu risk edi. Risk bilan topshirasiz SATsiz topshirsangiz. Chunki bu bazaviy minimum deyapman. Universitetga topshirish uchun SAT kerakda va IELTS balandroq bal kerak. 7,5 bo'lgan menda IELTS o'sha paytim. Va o'sha ochganimda juda shok bo'lib qolganman, muzlab qolganman. Hech qanaqa emotsiya qilishni bilmayman. Yonida singlim uxlayotdi, gapira olmaganman. I can't do it. Oh my God. Va juda boshqacha bo'lgan shu paytda. Va birinchi o'zbek bakalavr o'quvchisi bo'lib, tarixda birinchi bo'lib qabul qilinganman to'liq scholarship bilan, grant bilan. To'liq grantim hozir 380 mingdan oshiq, lekin biza yana 12 ming dollar qo'shildi bunga. Hozir shunda 392 ming bo'ladi. Lekin biza yana ustida ishlayapmiz, chunki bizda qishki ta'til degan narsa bor. Universitetda qishki ta'tilda kampusda, ya'ni dormitoriyalarda turish mumkin emas. Va o'shaning uchun ularga ham qanchadir grant ajratishadi uyga qaytib kelish uchun. Menda test topshirganman, ya'ni SATsiz topshirganim uchun Ivy League deydi, pechatlar ligasida menda ikkita universitet bo'lgan va buni bittasi Columbia universiteti edi va bittasi Princeton universiteti edi. Barchalarini arziy, ya'ni regular decisionga topshirganman. Bularning hammasi javob martda chiqish kerak. Lekin men esa Rice universitetini qabul qilganim uchun hammasini отказ qilishim kerak, reject qilib chiqishim kerak bittalabdan 40 ta universitetni. Va men shu paytgacha ba'zi bir universitetlardan, top universitetlardan intervyular olganman, qatnashganman intervyularda. Bundan bittasi Colby universiteti, bu yerda faqat 3 ta o'zbek o'qiydi. Va yana bundan bittasi Franklin Marshall universiteti, haligi dollarda turadigan aka bor-ku, Benjamin Franklin, shu odamning universiteti. Shu odamning universitetidan intervyu olganman, qatnashganman va Hong Kongdagi, Koreyadagi universitetlarga ham topshirganman. Shunchaki safety uchun, ya'ni mabodo USdagi, Amerikadagi biror universitetga qabul qilmasam, demak o'sha yerga ketaman degan. Agar ularga ham qabul qilib qolsam, juda ham qo'rqamiz biz. Shuning uchun bitta dastur bor edi, Stipendium Hungaricum degan. U dasturda juda ham ko'p o'zbeklarni qabul qiladi. O'tish juda ham osonda u yerga. Shunga ham topshirdim, majburlashgan men. Topshir, o'ta olmay qolsang nima qilasan? Sen gap yer o'quvchisisan, ya'ni 1 yil yo'qotgansan o'rtada deb. Va unga topshirmaganman. Chunki men o'zimni o'rnimni band qilgim kelmagan. Chunki men o'qishni xohlamayman u yoqda masalan. Men o'zimga qanaqadir atmosfera kerak, u yoqdagi atmosfera emas lekin bu narsa. Va Quest ranking bo'yicha top 11-o'rinda turadigan universitetda men intervyu olganman va intervyuda qatnashganman, lekin bu universitet Hong Kongda joylashgan. Lekin men esa Amerikani уже qabul qilganman, ya'ni allaqachon men qabul qildim ularni decisionlarini va endi Hong Kongga emas, Koreyaga emas va Amerikaga Teksasga yo'l olamiz nasib bo'lsa. Ba'zilar masalan o'qish uchun universitetlar tanlash kerak bo'ladi. Universitetni birinchi yaxshi o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, Chicago universiteti bor. Men o'rtog'im yaqinda kirgan. U Quest ranking bo'yicha 13-o'rinda turadi. Juda ham yaxshi universitet. Va lekin universitetda ko'pincha masalan student tarafga, masalan o'quvchilar tarafga ko'p fokus qaratilmaydi. Lekin Rice esa masalan studentni xuddi 10 yoshdagi boladek ko'rishadi va hamma narsani unga berishadi, hamma narsani boshdan oxirigacha o'rgatishadi. O'sha Rice'ni studentlar kelayotgan paytda, yangi o'quvchilar kelayotgan paytda Rice'dagi odamlar hammasini kutib olganlar-yu, hamma narsani faqat Rice'dan topib bo'ladi. Agar sizga mana shu har xil odamlar bilan birga bo'lish, ular bilan ko'proq vaqt o'tkazish va bir vaqtni o'zida o'qish qiziq bo'lsa, mana shu yerlarga, boshqa universitetlarga topshirasiz. Lekin sizga ko'proq o'qishga fokus qilish kerak bo'lsa va sizning maqsadlaringiz bundan boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, boshqaroq universitetlarga topshirish kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi universitet sizga kerakligini birinchi tushunib olishingiz kerak. Va qaysi universitetga siz mossiz, shuni tushunish kerak. Va yana bitta narsa bor. Major tanlash, ya'ni yo'nalish tanlash degan narsa bor. Ko'pchilik masalan juda ham common, ya'ni juda ham ko'p tarqalgan loyihalarga topshiradi, juda ham ko'p tarqalgan yo'nalishlarga topshiradi. Masalan, bulardan bittasi computer science. Mana men ham topshirganman bunga. Chunki men computer science girlman, men computer science qizman-da. Menga faqat mana shu soha bo'ladi. Lekin siz yo'nalishingiz masalan biology bo'lsa, biologiya bo'lsa, siz integratsiyalangan biologiyaga yoki biologiya plus nimadirga topshirsangiz bo'ladi. Bu o'shanda ham o'tish shansini ko'taradi. Chunki masalan computer science ga, dasturlash yo'nalishiga millionlab, milliardlab odamlar topshirishi mumkin. Juda ham chunki bu bilingan soha. Lekin boshqa ko'pchilik bilmaydigan, lekin sizga to'g'ri keladigan sohaga topshirsangiz, o'sish anovingiz, ya'ni o'tish darajangiz o'sib boradi. Mana shu narsani aytgan bo'lardim. Keyin universitetga topshirayotgan paytda siz nimadir admission officerni, ya'ni o'sha tekshirayotgan odamni xayolda qolib ketadigan narsani ko'rsatib bering. Masalan, Rice bunga bizga yordam bergan. Rice'da the box degan qism bor edi. Bitta qutiga xohlagan narsangizni tashlashingiz bo'ladi, xohlagan rasmingizni. O'sha paytda juda ham ular esda qolib ketadigan rasm tashlashingiz kerakki, sizga qaytib kelsin. Yana masalan, o'tib ketgan bo'lsa, qabul qilmasdan o'tib ketgan bo'lsa,
qaytib kelib sizni yana tekshirib keyin o'tkazadi-da bu yoqqa. Mana shunga o'xshagan har xil odamlar ko'p qilmaydigan narsalarni qilish kerak. Ya'ni klishe narsalarni qilmaslik kerak. Men shunaqa deb o'ylayman va o'sha qizlarni o'qish haqida gapirdik bu yoqda. Men o'ylayman, har bitta qiz harakat qilib ko'rgandan keyin va o'zi top universitetga kirish hali ikkinchi masalada. Kirib olishsin, keyin ko'ramiz. Ba'zi bir odamlar aytadi, nima qiladi, vaqtini sarflab deydi, o'sha kirish uchun shuncha narsa harakat qilish kerak deb. Lekin o'sha kirganingizdan keyin hamma narsa o'zgarish boshlaydi. Kirganingizdan keyin ota-onangiz hechimiz boribsizmi, yashaydi. Kirganingizdan keyin nimadirlar o'zgarib ketadi. Shu ishonib kirishingiz kerak mana shunga. Menimcha tayyorgarlik jarayonini, ayniqsa universitetga topshirmoqchi bo'lganlar ancha oldin boshlash kerak. Odamlar kerak bo'lsa, masalan 11 yoshdan boshlaydi, 10 yoshdan boshlaydi, chet elda, boshqa joylarda. Biz esa o'zbeklarga kelganda, masalan Central Asiaga, umuman O'rta Osiyoga kelganda, hamma masalan 10-sinfdan, 11-sinfdan qayg'urish boshlaydi. Bu juda kech deganda. Agar siz 11-sinfning o'zida kirmoqchi bo'lsangiz, demak siz o'sha 9-sinfda IELTS sizni olayotgan bo'lishingiz kerak, SATga tayyorlanayotgan bo'lishingiz kerak. Har xil maktabdan tashqari mashg'ulotlar qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu maktabdan tashqari qilgan mashg'ulotlar sizning kimligingizni ko'rsatib beradi. O'zingizga masalan oyna bo'lib ko'rsatib beradi. O'zi men universitet uchun tayyorlanishni sentyabrning oxirida boshlaganman. 2025-sentyabr. Bu bo'lsa sentyabr hisoblamaymiz. Oktyabr, noyabr, dekabr 3 oy tayyorlanganman. 3 oyning ichida IELTS 6 dan 7,5 ga o'tganman. 3 oyning ichida 2 marta topshirganman, o'rtada yana bir marta 6 olganman. Juda ham yoqmagan menga 6 olishim va qaytib kelmayman IELTS degan narsa deganman. Lekin keyin yana topshirganman. Keyin 7 olganman, 7 yetmaydi deganman va keyin 7,5 olganman. Va men eng yomon ko'rgan section, eng yomon ko'rgan qismim reading qismi edi. O'sha payti readingim boshida 5,5 chiqqan bo'lsa, hozir 8,5 ga o'zgargan 3 oyning ichida. Va juda qattiq harakat qilganman bunga, chunki men juda ham stress qilardim. Mana shunga IELTS ga stress qilardim. Chunki bir kunlik imtihon, siz 3,5 soat, o'sha 3 soat o'tirishingiz u yerda sizni o'lchab beradi, qanaqa ingliz tilini bilasiz. Mana shu 3 soatning ichida sizni ingliz tilini qanaqa darajada bilishingizni aniqlab bersa, umuman nohaqlikdek ko'rinadi menga. Chunki bilmaysiz, qanaqa test olasiz, qanaqa savollar tushadi, qanaqa javob berasiz. Bu sizning performansingizga, ya'ni qanaqa o'zingizni ko'rsatishingizga bog'liq. Va shuning uchun 3 marta topshirishga majbur bo'lganman deb o'ylayman. Men o'ylayman, meni kam uxlashim o'sha 3 yil davomida juda kam uxlaganman. Ya'ni 4 soat o'rtacha uxlaganman. Mana shu narsa meni kuchli qilishga olib borgan deb o'ylayman. Bu narsa sog'liqqa ancha zarar bo'lishi mumkin. Lekin men masalan 1 hafta, 2 hafta mana shu rejimda yurgandan keyin, mana shu holatda yurgandan keyin o'zgartira olmaganman bu narsani va har kun mana shunga majbur bo'lganman. Va mendagi eng yomon narsa 4 soat uxlash bo'lsa ham, 4 soat kunduz kun uxlash bo'lgan. Va kechasi bilan uxlamasdim. Kechasi bilan dars qilardim, chunki ko'p narsalar bor edi va kechqurun men uchun eng tinch payt edi. Va bemalol dars qilasiz bu paytda. Hech kim siz bezovta qilmaydi. Xohlagan narsangizni qilasiz. Mana shu narsani IELTS ga tayyorlanayotgan paytimda uzib turishga harakat qildim, to'xtatib turishga juda qiynaldim boshida o'tib olishga, chunki ertalab soat 6 dan uyg'onib, kechqurun vaqtli uxlash juda qiyin ish edi. Va IELTS topshirib bo'lgandan keyin yana shu rejimga qaytib keldim. Mana shu narsa menga o'ylayman juda ham ko'p vaqt bera oldi. Chunki kunduz kuni men juda ham ko'p o'rtoqlarim bor, masalan, ular menga telefon qilishadi, yozishadi, qaysidir Instagram, Telegram boshqa narsalardan va ko'p vaqtim ketib qolishi mumkin. Lekin kechasi men fokus qilib, kechasi biror narsa qiladigan bo'lsam, bemalol qila olaman. Menda juda ham ko'p, juda uzoq bor, tun bor. Shunaqa desak bo'ladi. Va keyin umuman shakar iste'mol qilmaganman. Men IELTS bo'lgunimgacha shakar yemaganman. Umuman men fast food ovqatlar yemaganman. Juda qattiq qaror qilganman. Olishim kerak men mana shuni deb. Chunki bu narsalarni men ustozimdan so'ragandim. O'zi top universitetlarga topshirayotganda bizga har xil narsalar kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda aytgandek bazaviy minimum uchun sizga IELTS kerak bo'ladi va SAT kerak bo'ladi. Va bular siz qurollaringiz. Sizni qayergadir olib boradigan qurollar. Lekin sizga o'sha vaqtning o'zida siz qilib turadigan extracurricular activity, ya'ni maktabdan tashqari qilgan ishlaringiz kerak bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin startaplar, bu bo'lishi mumkin qanaqadir sport klublar va hammasi sizni passioningiz, ya'ni qanaqadir ishtiyoqingizdan kelib chiqqan bo'lishi kerak va uni siz faqat universitet uchun qilmasligingiz kerak. Chunki bu bittadan oshkor bo'ladi. Masalan, bitta bola faqat universitet uchun bu narsani tashkillayaptimi yoki o'zini hayoti uchun, o'zi uchun qilyaptimi? Va men o'ylayman, mana shu essaylar kerak bo'ladi bizga, har xil essaylar. Birinchi o'rinda personal statement degan essay kerak bo'ladi. U 650 ta so'zdan iborat bo'ladi va 650 ta so'zning ichida siz kimligingizni ko'rsatib berishingiz kerak universitetga. Bu juda ham kam so'zlar siz ko'rsatib berish uchun masalan. Va bunda har xil bosqichlardan foydalanasiz bo'ladi, har xil yo'llardan va siz masalan bitta turning point topib, qayerlash nuqtasi topib, uni tasvirlab,
masalan qanaqa qiyinchilik ko'rganingiz, qanaqa yo'ldan chiqib ketganingizni aytsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqadir boshqacha yo'l bilan tasvirlasangiz bo'ladi. Sizdan so'rayotgan narsasini yozishingiz kerak. U paytda sizdan personal statementda o'zingiz haqingizda shaxsiy qanaqadir statementingizni ular sizdan so'raydi, kimligingizni aytishni shunchaki. U yoqda men o'ylayman, hech qanaqa aslida masalan darsdan tashqari ishlaringizni, IELTS ballaringizni hech narsa yozish kerak emas u yoqda. Siz kimligingizni yozishingiz kerak. Va men o'ylayman, katta narsa kerak emas sizga o'sha personal statementni yozgani, chunki odamlar o'ylaydi, kimdir o'lib qolishi kerak, kimdir nimadir bo'lishi kerak, qanaqadir juda qiyin vaziyatga tushish kerak va o'sha vaziyatdan qanaqa chiqib ketganini ana tasvirlab berish kerak deb o'ylayman. Lekin unaqa emasda. Sizni ochib beradigan kichkina narsalar ham bo'lishi mumkin u yoqda. Chunki ular masalan psixologlar qanaqadir juda ham kreativ odamlarda ular. Ularga nimadir qiziqroq, sizni universitetga topshirayotgan paytda juda ko'p dokumentlar kerak bo'ladi. Asosan dokumentlarni masalan davlatdan olinadigan dokumentlar qanaqadir narsalar u financial aid uchun, ya'ni sizga beriladigan pul uchun kerak bo'ladi. Ular shuning uchun so'raydi. Lekin umuman olganda universitetga topshirishda sizni pasportingizni so'rashmaydi u yoqda. Deydi, ya'ni xilma-xillik haqida gapirib ber deb aytadi. Va masalan nima uchun bu universitet savolida ko'pchilik aytadi, universitet haqida yozish kerak deb. Lekin aslida u yoqda 80% o'zingiz haqingizda yozishingiz kerak, 20% universitet haqida yozishingiz kerak. O'tgan, o'tmishdagi qilgan ishlaringiz bilan universitetda kelajakda qiladigan ishlaringizni bir-biriga bog'lashingiz kerak bo'ladi. Masalan, men 5 yil masalan voleybolda bolalarning komandasida o'ynaganman va universitetda yozganman. Men endi tayyorman masalan qizlarning komandasida bemalol o'ynashga. Va men har xil taktikalar o'rganganman, o'zimni himoya qilishni masalan top uchib keladi, boshqa narsa bo'ladi, bolalar juda qattiq o'ynaydi. Mana shu narsalarni men o'rganganman va o'sha narsani o'rgatishga tayyorman masalan sinfdoshlarimga deganman. Yoki har xil narsani ochib berish kerak siz haqingizda. Faqat masalan scientific, faqat o'sha dasturlash degan narsani berishingiz kerak emas. Yoki ekonomikaga topshirayotganmiz, ekonomika bo'lmasa kerak. Har xil narsa ochib berish kerak. Masalan, yana bitta essayimni men yozgandim. Menga kipriklarimni har xil rangga bo'yash yoqadi. Va bu juda kam narsada, hamma ham o'ylamaydi bu haqida. Mana shunaqa narsalar yozishga odamlar harakat qilish kerak deb o'ylayman. Va diversity essayni esa masalan xilma-xilligingizni ko'rsatib berish uchun siz o'sha xilma-xil atmosferada bo'lgan bo'lishingiz kerak. Va men oldin 2 marta o'sha Rossiyada bo'lgandim, bittasi Satarsonda, bittasi Sochida va shu yerda men har xil xalqaro do'stlar bilan ko'rishganman, masalan gaplashganman, bahs qilganman, menga kerak mana shu muhitda. Va essaylarni mana shu narsani yozganman. Ya'ni siz qilib ko'rmasangiz yoza olmaysiz bu narsani. Va shuning uchun ham so'rayman, ota-onalar menimcha farzandlarini agar top universitetda o'qimoqchiligini xohlashsa, demak mana shunaqa muhitlarga qo'yib ko'rish kerak ularni. Va o'sha paytda ham o'zlari bilib olishadi, ularga kerakmi mana shu atmosfera yoki yo'q. Chunki ko'plarni bilamiz, top universitetga kirgan, lekin ketmagan, o'zi xohlamagan va bir oyda qaytib kelganlar bor ekan, universitetga borib qaytib kelganlar. Shuning uchun men o'ylayman, yaxshi universitet va yaxshi muhit tanlab olish kerak o'zlariga. Va undan tashqari sizda honor va activity'lar bo'ladi. Ya'ni honor bu siz erishgan yutuqlaringiz, activity'lar bu siz qilgan ishlaringiz maktabdan tashqari. Va activity'larga 10 ta yozishingiz kerak. Siz 10 ta, masalan, eng birinchisi sizda top prioritetdagiz bo'lishi kerak. Eng ko'p qilganingiz va eng sizni ochib beradigan narsa bo'lishi kerak va keyin pastga qarab ketaveradi. Va men birinchisida yozgandim Microsoftning ambassador bo'lganimni, ikkinchisida Mehrgonni yozgandim, o'zimning startapimni va ketgan o'sha paytda va eng oxirida esa raqamli avlod oromgohida men mentor bo'lganimni necha martadir yozganman. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Eng yaxshi loyihalaringizni yig'ishingiz kerak va keyin yutuqlar qismiga esa sizni o'zingiz nega bu yutuqlarni olganingiz. Masalan, men sportda bo'lgan yutuqim bo'lishi mumkin, lekin qo'sha olmayman bu yo'lga. Chunki meni ochib bera olmaydi bu narsa. Va men yutuqlarimga qo'shganman IT Star degan awardni olganmiz. U 46 ta O'zbekistondagi qizlar edi. Eng yaxshi masalan ITdagi qizlarni yig'gan 46 ta 2024-yilda. Va keyin Yulduz Tech Awards'ni olganman 2024-yil oxirida uni ham yozganman. ICT for Girls informatika olimpiadasida qizlar uchun olimpiadada yutganman. Respublika bosqichida 3-o'rinni. Mana shunga o'xshagan juda ko'p narsalar va meni ochib beradigan narsalarni qoldirganman. Va mana shular deb o'ylayman. Financial aid bo'lsa, universitet sizga qancha pul berishiga kerak degan bo'lsa, siz honest bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz o'zingiz rostni aytishingiz kerak. U yerda sizga qancha pul kerak masalan. Sizni masalan oilangiz o'zi 75 mingdan kam topsa, universitetlar to'liq grant berish ehtimoli oshadi. U oilangiz. O'zbekistonda esa 10 mingdan kam topadi oilalar deyarli. Va shuning uchun meni ham oilam 10 ming atrofida topadigan oila bo'lgan va shuning uchun menga to'liq grant berishgan. Va bu 10 ming topishni ham, 10 ming dollar yiliga topishni ham isbotlab berish kerak bo'ladi har xil yo'llar bilan. Va mana shular. Lekin unaqa darajada ko'p dokumentlar so'ralmaydi va eng ko'p siz vaqtingizni sarflaydigan narsalar men o'ylayman bu sizni essaylaringiz, sizni ochib beradigan narsalar. Top universitetga ketayotgan bolalarda ikki xil narsa bo'ladi. Top universitetga kirmoqchi bo'lgan. Bittasi o'qish uchun kiraman deydi, faqat o'qiyman deydi. Ikkinchisi esa muhit uchun ketadi.
Men muhit uchun ketayotganlardanman. Chunki menga muhit qiziqroq. Birinchi o'zbek bakalavr talabasi bo'lishim qanchadir tanlashimga yon bosgan. Chunki borasiz va O'zbekiston muhitini shakllantirish boshlaysiz u yoqda. Va o'sha payti birinchi bo'lganimdan keyin masalan har xil narsa o'rgatish boshlayman. O'zbekistonning kiyimini kiyib yuraman, masalan milliy kiyimlarni kiyib yuraman. Va ular ham bilish boshlaydi, o'zbeklar bizda o'qiydi, o'zbeklar bor ekan deb. Va o'zbek birinchi bordim, u yoqqa masalan men bordim, boshqalarga masalan genuinely yordam beraman deydi. Masalan tekiga yordam bera olaman, boshqa o'zbeklarni ham bu yerga kelishini o'qishlarini. Men o'zi chet elda bo'lganim uchun va chet ellik do'stlarim ko'p bo'lgani uchun menga mana shu narsa qiziqroq bo'lgan. Ya'ni o'zligimni ko'rsatay, masalan o'zbeklikni u yoqda ham ko'rsatay, masalan har xil traditsion kiyimlar kiyib, boshqa narsalar qilay va ular bilan gaplashay, ularni o'rganay, qanaqa bo'ladi hayot. Shu narsani his qilish uchun men 4 yilimni shu Rice universitetiga sarflamoqchiman.